ko'rinishdan oddiy holat. Bu holatdagi videolarni menga jo'natib turishadi, shu ko'rib bering, to'g'rimi, noto'g'ri deb oxiri video qilishga qaror qildim. E'tibor beringlar. Bu yerda haydovchiga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravar jarima kelgan. Yo'l harakati qoidalarining 57-bandiga binoan haydovchi burishni shunaqa amalga oshirish kerakki, ya'ni o'ngga burilasizlarmi, chapga burilasizlarmi, qatnov qismini kesmasdan chiqayotgan haydovchi qarama-qarshi yo'nalish tomonga o'tib ketmasligi kerak. Bu yerda hozir o'tib ketilgan qarama-qarshi mana. Shuning uchun qarama-qarshi harakatlanib jarima rasmiylashtirilgan. Buni holatlarga tushmasligi uchun kattaroq radius olib turib burilinglar, chiqib ketib qolmanglar. Bir uchrab turishadi, mahalladan chiqayotgan paytda mashina kelayotgan bo'lsa, tezroq chiqib olaman, bundoq yurib turib fikrlaganlar ham bor-da. Shunga xatoga yo'l qo'ymanglar. Qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.